Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Chilonzor 24-kvartali yana bitta xonadonimiz sotuvga chiqdi. Bu uyimizda bir xonali, 5 etажkali domni 5-qavatida joylashgan. Kvadratlari ham yaxshi, 34 kvadratli bir xonamiz sotuvga chiqdi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga avzorini qilib ko'rsatib beraman. Uyimizda juda yaxshi, shinam gos remontda turibdi. Ko'rishingiz mumkin, tashqari atroflari ham juda yaxshi, chiroyli qilib gullik qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin, hamma o'zini огородini o'rab qo'yib, chiroyli qilib archalik ekib qo'yishgan. Bu yoqda parkovkalar bor. Parkovkaga ham mashina qo'yish uchun muammo umuman tug'ilmaydi. Maktab, bog'cha yaqin. Orientirni yana bitta tushuntirib o'tib ketaman. Bu yoqda Infinbank bor. 25-kanichka avtobuslar turargohi bor. Shuni oldidagi arkadan kirib kelinadi. Yo'l yuziga uncha uzoq bo'lmagan joyda joylashgan xonadonimiz. Juda ham hamyonbop narxlardan narx qo'ydik. Xonamizga ham kirib oldik. Kiraverishimiz shunaqa koridorcha. Endi bir xonali uyimizning koridori kichkina bo'ladi. Bu yoqda как studiyni qilib zal qilib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Bitta spalnya qilib qo'yilgan. Bu yoqda oshxona ham chiroyli qilib qo'yibdi. Oshxona mebellari bilan narsalari bor. Endi sredniy holatda uyimiz, yevro remont emas, o'rtacha holatda qilib qo'yilgan. Remontlari ham chiroyli qilib, toza akkuratni yashashgan. Bu yoqda spalnya qilib qo'ygan. Как bir xonali uyda 2 xona qilib qo'ygan. Bu eski oshxona bo'ladi. O'zi eski oshxonani zalga ko'chirib, balkon bilan aralashtirib, zalda studiyani qilgandan keyin bu yoqda spalnya qilib qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin, juda ixcham chiroyli xonadoncha bo'lib qolgan. Tashqaridan ko'rsatib o'tib ketaman. Orqa taraf ko'rishingiz mumkin. Mahalla yaxshi. Eski tinch mahalla. Juda yaxshi joyda joylashgan, lokatsiyasi ham. Bu yoqda sanuzul. Sanuzulni ham ko'rishingiz mumkin. Zamishonli qilingan sanuzulni qanaqadir dekor qilib qo'yilgan, chiroyli qilib, akkuratni qilib. Yaxshi uyimizda sostoyaniyasi ham normalniy xonadon. Bu uyimizda obshiy 34 kvadrat. 34 kvadrat. Bu uyimizning narxini 44 ming AQSh dollari belgiladik. Xudo xolasa telefon qilsanglar, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kimga ma'qul bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman, o'shanga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Bundan ham yaxshiroq, arzonroq shoshilinch sotiladigan variantlarimiz Telegram kanalimizda. Telegram kanalim shundoq YouTube'da shapkasida turibdi. Toshkent uy-joy degan. Unga ham ulab olsangiz yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.